Endi puli bor odamlar deylik, ikkiga bo'lingan hozir. Kimlardir faqat Mercedes bilan BMW ni tan oladi, kimlardir Xitoy mashinalari hozir juda yuqori o'rinda deydi. Sizda ikkalasi ham bor. Siz ikkalasini ham mingan odam sifatida qaysi biri yaxshiroq deb hisoblaysiz? BMW mi, Zikrmi? Zikr men uchun hozirgi kunda mana 3 yildan beri haydasam hamma taraflama komfort. Ham qulay, ham prochnost taraflama. Kimdir endi menimcha Mercedes, BMW deganda ularning ichki tuyg'usi bor, muhabbati bor brendga nisbatan. U masalan 10 yildan keyin ham 20 yildan keyin ham yaxshi ko'radi bu avtorusumni yaxshi ko'radigan odamlar ko'pda, modellarini, brendlarini, boshqasini. Men bu narsaga katta qiziqishim yo'q, lekin o'sha Zikr vashi top. Hozirgi kunda hamma narsa bor. Bu funksional, Zikrda bor funksional o'sha BMWda yoki Mercedesda bo'lsa, u 5 barobar qimmat bo'ladi. Zikr yaxshiroq. Men uchun qulay, men uchun yaxshi. Zo'r.